Ba'zida ota-onalarimiz bir narsani juda kech bilib qolishadi. Bu ota-onalarning kech bilishi bola kelajagini qimmatga tushirishi mumkin. Men bolalar jarroh sifatida shuni aytamanki, kriptarxizm bu oddiy holat emas. Uni kuzatib yurish bilan hal qilib bo'lmaydi. Kriptarxizm o'zi nima desangiz, bu bolamizni moyakchalarini ushlab ko'rganimizda bittasini bo'ladimi, ikkitasini bo'ladimi, o'z joyida yo'qligi. Ya'ni u tepada qolib ketdi. Shunga kriptarxizm deyiladi. Azizlar, kriptarxizm bu tug'ma holat bo'ladi. Ya'ni tug'ilganda paydo bo'ladi yoki uni tug'ilgandan keyingi birinchi oylarda ko'pincha aniqlashadi. Ko'p ota-onalarimiz shunday deb o'ylaydi. Ya'ni o'zi tushib olar degan fikri bo'ladi yoki bolam kichkina-yu, jicha kuzataylik degan fikr bo'ladi. Lekin tibbiyotda bitta aniq qoida bor. Bu jarayon o'zidan o'zi bo'lmaydi. Ya'ni bolani kuzatyapmiz, agar bolangiz moyagi joyida bo'lmasa, 6 oy muddatdan keyin 1 yoshga to'lgungacha holatda kuzatamiz, o'z-o'zidan tushmadi. Demak, bunga yordam kerak. Ya'ni o'z-o'zidan moyak tushib qolmaydi. Bunga bolalar jarrohi aralashuvi kerak bo'ladi. Doktor Ali, kriptarxizmning xavfi nimada? Kriptarxizm bu faqat tashqi ko'rinish masalasi emas. Bu bir qancha jiddiy asoratlarga sabab bo'ladi. Bulardan eng yomoni kelajakda bola bepusht bo'lib qolish. Ikkinchi navbatda tuxumchasi normaga nisbatan kichrayib ketadi, ya'ni gipoplaziya va atrofiyaga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi navbatda og'riq bo'lishi mumkin, noqulayliklar bo'lishi mumkin. To'rtinchi navbatda gormonal buzilishlar bo'ladi, ya'ni ayollik, erkaklik gormonini moyak ishlab chiqaradi. Shuning uchun ayollarga o'xshagan xarakterga kirib qolishi mumkin. Eng yomoni bu xavfli o'smalarga ham sabab bo'lishi mumkin. Eng achinarlisi bilasizmi nimada? Eng achinarlisi shu asoratlarni vaqtida qilingan operatsiya bilan oldini olib qolsa bo'ladi. Operatsiya qachon qilinishi kerak? Operatsiya 6 oylik bilan 1,5 yosh oralig'ida qilinadi. Moskvaga borib keldim. U yerda 6 oylikdan boshlab operatsiya yo'lga qo'yilgan. Mana oldinlari adabiyotlarda 5 yosh, 7 yoshda operatsiya qilingan. Lekin hozirgi kunga kelib 6 oylik. Lekin bizda 1 yosh bilan 1,5 yosh oralig'ida operatsiyalarni yo'lga qo'yganmiz. Nimaga aynan shu davr deydigan bo'lsangiz, bu paytda moyagimiz hali to'liq zararlanmaydi va uni saqlab qolish imkoniyatimiz ancha yuqori bo'ladi. Shuni hisobiga shu davr. Doktor Ali, kriptarxizm operatsiyasi qanday o'tadi? Ko'pchilik ota-onalarimiz operatsiya so'zidan juda ham qo'rqishadi. Lekin men sizga to'g'risini aytaman hozir. Operatsiyamiz birinchi navbatda qisqa muddat davom etadi. Bola uchun og'riqsiz bo'ladi. Narkozimiz внутривенный narkoz bo'ladi, ya'ni bu tez ta'sir qilib bemor tez uyg'onadi. Eng asosiysi zamonaviy usulda operatsiya amalga oshiriladi. Operatsiya jarayoni haqida gapiradigan bo'lsam, birinchi navbatda jarohatni ochib olib turib, moyagini topib olamiz. Moyagimiz atrof to'qimalarga yopishib ketgan bo'ladi. Ehtiyotkorlik bilan u atrof to'qimalardan ajratamiz. Ya'ni moyagimizni nozik urug' tizimchasi bor, moyagimizga ketgan. Boshqa limfa yo'llari, qon tomirlari bor. Ularga putur yetkazmasdan, zarar yetkazmasdan ehtiyotkorlik bilan ajratib olamiz. Buni ajratib olganimizdan keyin aynan moyagida tortib turadigan obliteratsiyaga uchramagan qin o'simtasi bor. Shuni topamiz. Uni ajratib olib turib, urug' tizimchalaridan, qon tomirlaridan uni tikib boylaymiz. Moyagimiz uchun yorg'oqda joy hosil qilib, shu moyagimizni yorg'oqda o'ziga fiksatsiya qilamiz. Oldinlari songa fiksatsiya qilinardi, lekin
biz moyakni o'ziga fiksatsiya qilamiz. Nima uchun bunday? Shu jarayonni qiladigan bo'lsak, bemor tez oyoqqa turadi. Tez uyiga javob beramiz. Qisqa muddat ichida odatiy hayotiga qaytib ketish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni bemorlarimiz 2 kun ichida yurishni, o'zini ishlarini qilishni boshlashadi. Ali, agar operatsiya qilmasa-chi? Mana shu joyda men sizni qattiq ogohlantiraman. Kechiktirish degani birinchi navbatda bolani tuxumchasini rivojlanishini orqaga suradi. Rivojlanmay qoladi tuxumchasi. Ertaga bepusht bo'lib qolishi mumkin kelajakda. Bundan tashqari bir qancha boshqa asoratlar yuzaga kelishi mumkin. Bolangiz hozir gapira olmasligi mumkin, lekin ertaga katta bo'lganda nimaga meni vaqtida operatsiya qildirmadingiz deb so'raydi. Bu savolga javob sizda bormi? Men sizdan qo'rqmang demayman. Qo'rqish bu tabiiy, lekin qo'rquvdan ham xavfliroq narsa bor. Bu befarqlik va kechiktirish. Agar bolangizda qandaydir shubha bo'lsa, ya'ni o'g'il farzandingiz bor, mashonkasini ushlaganingizda moyak topa olmadingiz, o'z joyida yo'qmi? Demak, siz mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bolangiz kelajagini hech qachon tavakkalga qo'ymang. Kechikmang, vaqtida tekshiruvdan o'ting. Agar qandaydir savolingiz bo'lsa, mutaxassisga aloqaga chiqing.